O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibga qo'yib bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Bir soat botdan bilan ishlatib qo'yishni. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nima qarang, o'sha 12 yoshli o'rtoqlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Hatto hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. O'rtoqlar sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. O'lib ketish mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, vallahi o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Aboyim tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oka qamab tashyapti-yu. Ya, bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishni tushunarmi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Osmon qilib beraman. I got you, moonlight